Ha, Malika, eshitaman. Alo, uzr. Bezovta qildim. Dardim boshlandi shekilli. Kimga telefon qilishib, bilmay sizga qilyapman. Kela olasizmi? Iltimos. Ha, vaqtim bor. Hoziroq boraman. Bo'pti, tayyorlanib turgin. Aziz aka, Tinchlikmi? Malikani mazasi yo'q. Doktorga borish kerak ekan. Bilasan, homilador. Hozirgi paytda yonida bo'lmasa bo'lmaydi. Shunga o'rtoq, o'zing o'tirib turgin. Men tez boraman, tez qaytaman, va'da beraman. Turinglar, hozir kelaman. aslida menga sizni unutish uchun uylangan ekanlar. Agar unaqa qila olmasangiz, unda men majbur bo'laman qaynonangiz yoki oyizlarning oldiga borib yordam so'rashga. Aziga, boshqa kelmang iltimos. Meni ham to'g'ri tushuning. Mayli. Senga shu ma'qul bo'lsa. Mayli. Men ham xursandman, lekin hech ko'rinmay ketdingiz-a? Tinchlikmi? Shu yuribman ishlarim bilan. Lekin Malikani so'rab turibman. O'zi yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Eshitdingizmi u Malikani? Unga nima bo'libdi? Nima, siz eshitmadingizmi? Bittasini topib olganmish-ku, har kuni uyga tashab qo'yayotgan ekan. Ko'rdingizmi uni qanaqaligini? Sal qolsa sizga ham osilib olardi. Bu yoqqa o'zim boraman. Nimaga yuzgacha tashlab qo'yardim? Yo'q, rahmat. Endi baribir hali qonuniy nikohdan o'tmaganmiz. Qo'ni qo'shnilar ko'rsa yana ortiqcha gapirib o'tirishmasin. Rahmat, yaxshi yetib oling. Hop. Ha. Qanaqa yangilik? Malika qizimga sovchi keldi. Yigit juda ham yaxshi inson ekan. Oldingi kuyovimga o'xshab, juda ham bir samimiy ekan. Malikaga ham yoqqanday bo'lib turibdi. Odamlar meni noto'g'ri tushundi. Hattoki oilam ham. Men shunchaki komil do'stimning hurmati uchun shu ishlarni qildim. Endi xotirjamman. Baxtli bo'l, Malika. Sen uchun juda ham xursandman. Baxting butun bo'lsin.